Liu Bei, Liu Shuan'da 45 yaş vaqtlarda bir muhim mesele yo'liquvchi. Ya'ni Liu Bei nima uchun bu hayotidagi 30 yillik cho'ya qilish, igilik tiklash hayotida mag'lub bo'ldim men. Izchil nimishqa mag'lub bo'lib kelmadi. Liu Bei 10 necha yaş vaqtidan boshlabla igilik tiklash kirgan. Shu vaqtidan boshlab uda 30 yil uda mag'lub bo'ldi bu. Shundan keyin shu vaqtda Liu Bei nima his qildi? O'zining bu Liu Bei jitvansida bir talant egisi, bir donishmand, bir mushavirning kamligini his qildi. Mushundaq bir odam yo'q-ku, men qo'l qanot bo'g'dak deganni bu his qildi. Ya'ni Jungo Qodidek birsini akasam bo'g'dak deganni qattiq tunib ketdi. Endi Liu Beining qo'llatida biri yo'qmi ta Bati, Sunjan, Meifang, Jianyu, Mijo qatorliqlar bor. Bular Liu Bei jitvan noldan boshlangandan boshlab shu Liu Beining o'zi attirkilardi. Endi Liu Bei asli qanday qo'yilgansa, mushlarni bir tarbiyalab, o'ziga qo'l qanot bo'g'dak bir holatga chiqsam, mushlan tarbiyalab iqtidor namoyon qilsaq deb qo'yilgan. Lekin tarbiyalab chiqamadi. Bularning iqtidori yuqori ko'tarilmadi. Shuncha maydon hozirlab bersimi, Liu Bei qo'l qanot bo'g'dak darajaga yetolmay qoldi bular. Unim yo'q. Shuning bilan Liu Bei qanday qildi? Amal yo'q. Endi sirtdan bir ixtisosli kishini taklif qilgan bo'ldi. Adat shirkatlardan shundaq amal va o'zimizning ichidan shu noldan boshlab yuritilgan vaqtda shu yaqinlarimiz eng ishonchli kishilardan boshlab shulardan tarbiyalab chiqsak yaxshi. Qo'l qanot bo'g'dak iqtidorli kishilarni. Navad oxirigacha bularni tarbiyalab chiqamsak, amal yo'q, sirtdan shu iqtidorli kishilarni taklif qilamiz. Endi bu yerda bir masala, sirtdan taklif qilgan shu ixtisosli xodim bilan aslida bizning shirkatimizda, bizning juftlarimizda bo'lgan ishki xodimlarni qanday moslashtirish, qanday yaxshi o'tkazish, qanday bir-biri bilan moslashtirib, bir-birini yo'lab ma'nodak rinjig'anchizni yaxshi qilib o'tkazish. Shunami? Endi Liu Bei mushundaq izlab yurgan vaqtdan o'zida buni ikki nomzod chiqdi. Yotgan ejderha bilan kuch sumruqdan birsiga erishsang, jonni idora qila olaysan deb. Endi Liu Bei talik bu ikkisiga erishdi. Lekin endi bu ikkisi tutun o'xshamaydigan ikki odamning bo'lib chiqib qoldi. Bu ikkisining iqtidori danishmanlikdan ancha farqlanmagan bilan Zhuguliang qarab baqili. Zhuguliang noit kelishgan, noit iqtidorli, noit danishman, jirohni ko'rar, chiqishqa munosabat yomon, ham adablik, tadbirlik, shunday 5 namunlik ermao. Bizning Jungo tarixidagi 5 namunlik erning birisi mana shu Zhuguliang. Biroq endi Pangtong qarab baqili. Istidat bor, haqiqatan danishman. Lekin bu noit qo'pol. Gipimi noit qo'pol. Üzüm nait qo'pol, maychi paraxkatchi yuruydi, sidqi qiyab nait ko'rimsiz. Ay shu chochlari cho'ngil kiyimlar eski, ses qurab yuruydigan. Uning buning ishlatgan tadbirlarim nait qo'pol. Lekin yo'l tusul tanlamaydi. Shu maqsad yessamla bo'ldi deydigan nima u. Sal bosh-boshda Liu Beining ba'zi ruxsatlarini olmay turibmi, o'z oldiga ma'lum ishlarni qilib qo'ydi. Ondan o'zini ko'rsatishga nait amroq shu Zhuguliangdan bakarak aytib bo'ldi deb turadigan xuyi intayin bor buni. Endi bu insonga shundaq ba'zilarning ortiqchiligi qancha cho'ng bo'lgancha, qancha iqtidorli bo'lgancha buning kamchiligimi shuncha cho'ng bo'ldi. Masalan, Tangsongga nisbatan qarasakmi, Sunukning iqtidori qancha yuqori bo'lgancha buning eski qo'yimi, eski mijozimi shuncha cho'ng qarg'anlar qarg'anda. Shunga endi bu yerdagi Liu Beining Pangtong bilan Zhuguliangga bergan bosimi qilcha o'xshamaydi. Bu ikkisi tutgan pozitsiyasimi o'xshamaydi. Undan so'ng uch parchalik haqida qilsa nomli asardagi yana bir katta donishman Shujing taqsir Liu Beiga yotgan ejderha bilan kuch sumruqdan birsiga erishsang, jonni idora qila olaysan degandi. Liu Bei ikkilisiga erishibmi, nima uchun jonni birlikka keltiramadi? Bu mazmun qiziqadigan do'stlar, kechirib bo'lgan kirsanglar, o'shning oxirini yechib bermay. Rahmat.